Dangasa xonim yana o'z profiliga qaytdi. Bilsanglar, anchadan beri umuman yo'q bo'lib ketdim. Bunaqa videolar ham qo'ymayotgandim. Endi xudo xohlasa sizlarga videolar qo'yishni yana boshlayman. Topinglar, biz qaytga keldik. Shu desanglar, biz bugun Parkentdan o'tib Kumushkonga yetib keldik. Kumushkonda shunaqa chiroyli mehmonxona qurilyapti ekan. O'sha qurilib bitkazib bo'lindi. Yana ozgina ishlari qoldi. Ozgina ishlari qilingandan keyin topshiriladi. Bu yerda shunaqa manzarali, chiroyli joy bor ekan. Yaqin kunlarda bu yerga ham nimadirlar qurilish planida bor ekan. Xullas, xudo xohlasa bu yer ham chiroyli, nima deydi, turistik joylardan bo'lishingiz mumkin. Issiqda qanaqa qilib bordinglar deyishinglar mumkin, lekin bu yoqda ishoninglar, tashqari quyosh, lekin вообще shunaqa muzdek shabada mazza havo bo'lyapti ekan. Xo'jayinim ishxonasidan xabar olgani kelib ketdi. Biz ungacha Xadija bilan shunaqa mashinada o'ynab kutib o'tirib turdik. Yutqazdingizmi? Yo'q, men yutdim. Voy, 2 marta siz yutdim. G'irromcha bo'lmaydi. Biz Xadija bilan kim yutganini muhokama qilganimizda xo'jayinim ham mushuk keldi. Endi bemalol ketgan bo'ladi. Hozir biz piknik uchun joy istayapmiz. Shunaqa chiroyli, salqingina joy bo'lishi uchun. Va bu yerda qornimizni aldab olish uchun shunaqa narsalar ham oldik. Bularni yeb olib, endi fotosessiya ham qilib olamiz. Xullas, o'zimiz bilan birga musorlarimizni ham yig'ishtirib ketyapmiz. Chunki bilasizlar, hozirgi paytda qayergadir piknikka bu joyga chiqadigan bo'lsa, hamma yo'lni musor qilib tashlashyapti. Agar mashinada kelishni xohlamasangiz, bemalol vertolyotda uchib ketsangiz ham bo'ladi. Xudo xohlasa, bu yerda shunaqa chiroyli joylarga hozirdan haqlab yo'llarni kengaytirishyapti. Ishonchlar shunaqa ishlar qizg'in. Xullas, bizning sayohatimiz tugab, endi uyga qaytamiz.